Bu video sizga bekorga chiqmadi. Mana shu millionlab ayollar qatorida siz ham hayotingizda chuqur burilishlar bo'lishiga tayyor turing va video davomida sizga kerakli bilimlarni berib boraman. Assalomu alaykum hurmatli ayollar. Men Zaynidinova Umida Ummatovna 8 yillik tajribaga ega bo'lgan akshor-ginekolog, reproduktolog, operativ ginekologman. Faoliyatim davomida ko'plab operatsiyalarni, 100 dan ortiq operatsiyalarni o'tkazganman va mana shu operatsiyalar natijasida oilalarni ajrashib ketishidan saqlab qolgan holatlar ham ko'p bo'lgan. 3 farzandim bor, oilaliman. Oilada sevimli rafiqa, erkatoy kelinman. Farzandlarim uchun ham namunali ona sifatida o'zimni tanishtira olaman. Bundan tashqari o'zim ustimda doimo ishlab boraman va har doim yaxshi ayollar davrasida bo'lishga intilaman. Bu oxirgi qo'shilgan davralardan biri bu Amira Rashidovaning klublari va bu yerda juda ham ko'plab insaytlar va bilimlar olib boryapman. Bular bo'yicha ham sizga bo'lishaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Va video ostida anketa bor. Bu anketani to'ldirgan birinchi 100 ta kishiga maxsus sovg'am bor. Bu anketa silkasi o'chib ketadi, shuning uchun ham to'ldirishga ulgurib qolishingizni tavsiya qilaman. Bundan tashqari faoliyatim davomida millionlab ayollarni hayotida yaxshi o'zgarish bo'lishiga ham sababchi bo'la oldim. Instagram sahifam orqali ham ginekologik, ham ba'zan o'zimni shaxsiy rivoj yo'nalishlarimni qo'yib boraman. Bu esa ko'plab ayollarni o'zini ustida ishlashiga, ginekologik salomatligi uchun foydali ma'lumotlar olishiga sababchi bo'ldi. Hozirgi kunda ko'pchilik ayollar, shu qatorda siz ham shaxsiy rivojlanishga, ayollik energiyasini oshirishga juda ham qattiq bel bog'lagansiz. Buni men juda ham ko'plab ayollarni so'zidan, ularning murojaatlaridan juda ham yaxshi bilib kuzatib turibman. Shuning uchun ham aynan shu mavzuda sizga bir chiqish qildim. Bu mavzuni Amira Rashidova bilan bo'lgan simpoziumda, ya'ni eng rivojlangan ayollar sahnasida turib, mana shu mavzuni ko'tarib chiqqanimda, bilasizmi, shu yerdagi ayollarning juda ham ko'pchiligiga ko'ziga yosh keldi. Ular hammasi rivojlangan ayollar, lekin ularga ham aynan shu narsa, aynan bugungi mavzu yetishmayotgan edi. Bugungi mavzudagi holatni ularga ko'rsatib bera olganimda, ular ham o'zlaridagi kamchiliklarni bilishdi va ishoning, sizni rivojingiz aynan mana shu joydan boshlanadi. Biz ayol bo'lib yaratdik, ayol tanasida yaraldik. Shuning uchun ham bizga ayolga xos bo'lgan xususiyatlar, Alloh bizga bergan vazifalarda biz baxtlimiz. O'zimizni ayollik fitratimizda biz baxtlimiz. Bu qanday bo'ladi? Ko'pchilik o'zini baxtsiz his qiladi. Pul topsam, karyera qilsam baxtliman deb o'ylaydi. Yo'q, bundan tashqari sizda o'zingizni oilada ayol bo'lib qolishingiz, ayol bo'lib, ayollar his qiladigan tuyg'ularni, ayollar his qiladigan baxtlarni his qilganingizda, aynan o'shanda siz o'z ayollik energiyangizni oshirgan, o'z ayollik energiyangiz bilan ishlagan bo'lasiz. Bir sirni ochaman. Dehqon bor, tasavvur qiling, u ketmon chopib yer topadi. Ayollik energiyasi bilan shu paytgacha juda ham ko'p psixologlarimiz, boshqa bir insonlar ishlashyapti. Buni yomon demoqchi emasman, bu juda ham yaxshi. Lekin bir sirni aytaman. Ayollik energiyasi bilan beldan tepa bilan ishlash bu xuddiki mana shu ketmon chopib, mehnat qilib, og'irroq mehnat qilib natijaga erishgan kabidir. Va ayolligimiz tanamizni qayerida? Ayolimiz tanamizni aynan bachadonda, aynan qin sohasida bizni ayolligimiz joylashgan bo'ladi. Va mana shu siz tasavvur qilib ko'ring, shu meditatsiyada, simpoziumda men so'zga chiqqanimda qo'ygan meditatsiyada juda ham ko'pchilik ayollar yoki bo'lmasam qabulimga keladigan, murojaat qiladigan ayollarda bir fikr bor. Mana shu jinsiy a'zo, bachadon yoki qin ular uchun yoki siz uchun sassiq a'zo yoki bo'lmasam uyat a'zo deb qabul qilamiz. Va bu bir jihatdan to'g'ri, lekin bu bizni asl ayollik organimiz hisoblanadi. Va siz o'ylab ko'ring, oxirgi marta qachon siz ginekologga borib o'z salomatligingizni, ginekologik salomatligingizni tekshirtirdingiz yoki bo'lmasam kerakli darajada davo muolajasini oldingiz. Afsus bilan aytaman, qabulimga kelayotgan patsientlarim ba'zilari aytishadi, oxirgi marta tuqqanimda borgandim ginekologga yoki shunga o'xshagan holatlar. Va sizni bachadoningiz sizga ayollikni sovg'a qildi. Sizni bachadoningiz sizga shirindan shakar farzandlaringizni sovg'a qildi. Mana shu bachadonni o'ylab ko'rganmisiz? Siz o'zingiz unga chin dildan rahmat etganmisiz? Shu bachadonni borligini, ayolligingizni his qilib ko'rganmisiz? Mana shu haqida o'zingizga savol berib ko'ring. Bachadonni ham his qilish mumkinmi? Bachadondan kerakli davrda unga e'tibor berilmaganligi uchun yoki bo'lmasam uni mana shu uyat, sassiq, badbo'y a'zoga chiqarib
qo'yganligimiz uchun undan kerak bo'lsa uzr so'rashimiz kerak, unga mehr berishimiz kerak. Ayollik energiyasi bilan aynan mana shu holatda ishlaganda sizda karra ayollik energiyangizda o'sishlar bo'ladi. Bu aynan sizni hozirgi holatingizda operatsiya qilishga yoki boshqa narsaga yetish emas, aynan ayolligingizni tan oling. Ayollikka nima xos? Ayollikka ojizlik xos. Kuchli mushaklar, nima deydi, kuch degan narsa bu erkakka xos. Ayolni shunchalik buyuk qilib yaratdiki, Alloh uning yoniga qo'riqchi sifatida bu turmush o'rtog'imizni, juftimizni berdi. Aslida biz o'zimiz ayolmiz va ayollar jufti oldida baxtli. Jufti oldida ojizlikda, jufti unga mehr ko'rsatganda baxtli. Lekin biz shu narsaga yo'l qo'yib beryapmizmi yoki yo'q? Ya'ni qaysidir holatda ayollar mana shu narsani turmush o'rtog'iga aytishdan yoki ular qilib berishdan oldin, naborot, o'zim qilaman, o'zim eplayman degan holatlar bo'ladi. Va siz farzand tuqqaningizdan keyin, farzandlaringiz tug'ilgandan keyin mana shu baribir bachadoningiz qin holati juda ham mehrga, e'tiborga muhtoj bo'lib qoladi. Ya'niki bu meditsina taraflama aytadigan bo'lsak, o'sha bachadondagi o'zgarishlar, qin holatidagi o'zgarishlar, bu narsa ham ayoldagi mana shu energiyani so'nishiga sabab bo'ladi. Aslida juda ham ko'pchilik qabulimga keladida, mana shu aynan qin plastik operatsiyasiga kelganda, turmush o'rtog'imga yoqmayapti, shuning uchun ham qin plastik operatsiyasini qilmoqchiman, qin toraytirmoqchiman deb murojaat qilishadi. Men sirazi to'g'rilayman. Yo'q, nega aynan turmush o'rtog'ingiz uchun, o'zingiz uchun birinchi o'rinda kerak ko'p narsa. Ya'ni ayollar faqat nima deydi, ayol kishida ham orgazm bo'lishini hisobga olishmaydi yoki bo'lmasa umuman his qilishmaydi bu narsani. Aynan men sizga aytayotgan ayollik energiyasi aynan ayol o'zi jinsiy aloqa vaqtida olgan orgazmi natijasida ayollik energiyasi o'sib boshlaydi. Va bu narsa aytayotganimdek sizda karra shaxsiy rivojingizda, oilaviy munosabatingizda, farzandlaringizni baxtli tarbiya qilishingizda juda ham muhim hisoblanadi. Qindagi o'zgarishlarni esa o'sha tug'ruqlardan keyingi o'zgarishlarni qin plastik operatsiyasi yordamida to'g'irlash mumkin. Yana bir narsani aytib o'taman. Juda ham ko'pchilik ayollarimiz afsuski to'g'ri homiladorlikdan saqlanishni ham bilishmaydi. To'g'ri homiladorlikdan saqlanish ham jinsiy aloqa sifatini oshiradi aslida. Nimaga? Chunki tasavvur qiling, siz hozirgi kunda saqlanish, ya'ni homiladorlikdan saqlanish, ishonchli saqlanish qilmagansiz va siz har jinsiy aloqada aytasiz, ish qilib bo'yimda bo'lib qolmasin, chunki tayyor bo'lmaysiz-ku o'sha narsaga. Bo'yimda bo'lib qolmasmikan degan boshqa bir xayol bilan jinsiy aloqaga kirishasiz. Va mana shu holatda jinsiy aloqa sifatli bo'lmaydi. To'g'ri saqlanishni birinchi o'rinda sizga beradigan tavsiyam, homiladorlikdan to'g'ri saqlanishni, oilani rejalashtirishni yo'lga qo'ying. Oilani rejalashtirish degani bu farzandlar orasi bir-biridan uzoqroq bo'lishi kerak. Har bir farzandga berishingiz kerak bo'lgan e'tiborni berishingiz uchun kamida homila orasi 3 yoshni tashkil qilish kerak bo'ladi. Va mana shu davr ichida siz to'g'ri saqlana olishingiz yoki farzandlaringizni tug'ib bo'lgan bo'lsangiz ham ishonchli saqlana olish usulini qilish va ginekologik a'zolaringizdagi, bachadondagi, qindagi kasalliklarni birinchi o'rinda davolashingiz. Chunki juda ham ko'pchilik ayollar, afsus bilan aytaman, hattoki qinda har xil xitli ajralmalar bilan, vitliniyalar bilan ham yurishadi. Bu narsa ham sizni samootsankangizda juda ham darajada tushirib yuboradi va bu sog'lig'ingizga ham tushunib turganingizdek juda ham katta zarar. Men sizga beradigan bugungi suhbatimizni, ya'ni sizga bergan ma'lumotlarimni umumlashtiraman. Birinchi o'rinda homilada jinsiy aloqa yaxshi bo'lishi uchun, ayollik energiya oshishi uchun qiladigan ishlarimizdan biri bu ginekologik a'zolarimizga e'tibor, mehr berishimiz kerak. Bu e'tibor, mehr nimada namoyon bo'ladi? Ularni sog'lom ekanligini tekshirish va agar qanaqadir o'zgarishlar chiqadigan bo'lsa, ya'ni qinda, bachadonda o'zgarishlar chiqadigan bo'lsa, mana shunga ko'ra davo muolajasini olish hisoblanadi. Birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiya, agar siz homiladorlikni hozirda rejalashtirmayotgan bo'lsangiz, homiladorlikdan to'g'ri, ishonchli saqlanishni yo'lga qo'yishingiz kerak. Va uchinchi tavsiya esa haqiqatan ham qinda o'sha o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, qin holati sizga yoqmayotgan bo'lsa, qinda kengayishlar holati kuzatilayotgan bo'lsa, bachadon tushishi, siydik omadsizlik, ich qochishi kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bunaqa holatda sizga bitta va mana shu muammolarni hammasini bitta yechim bilan hal qilib beradigan qin plastik operatsiyasini tavsiya qilaman. Chunki bu sizda katta o'zgarishlarga olib keladi va natijasi sizni albatta quvontiradi.
Agar sizda mana shu holatlarga ehtiyoj bo'lsa, video ostidagi ssilkada o'z ma'lumotlaringizni qoldiring. Birinchi 100 ta anketani to'ldirgan odamga maxsus bonus, sovg'ali bonuslar bor. Qindagi holat tug'ruqdan keyin agar kengaygan bo'lsa, siydik tuta olmayotgan bo'lsangiz, ko'p muddatda uchraydigan qabziyatlar, ich qochishlar kuzatilayotgan bo'lsa, buni o'zidan o'zi yaxshi bo'lib qoladi deb aslo o'ylamang. Chunki bu yillar o'tgan sari yanada yomonlashadi, lekin yaxshi bo'lib qolmaydi. Qabulimga 49 yoshli bir ayol keldilar va ularda biz plastik operatsiya, ya'ni qin toraytirish amaliyotini bajardik. Chunki ularda qin kengayishi, ich qochishi va siydik tuta olmaslik muammolari bor edi. Operatsiya qildirgandan keyin ayolni xomush ahvolda ko'rdim va ulardan so'radim, nega xafasiz? Operatsiya juda ham yaxshi o'tdi, og'riqlaringiz bo'lmayapti deganimda, u ayol aytdilar, mani turmush o'rtog'im mendan juda ham darajada qoniqmaydilar. Munosabatlarimiz juda ham yomonlashib ketgan. Hattoki bir xonada uxlamaymiz. 2-3 yildan beri bir xonada uxlamaymiz. Va mana shu operatsiyani menga bir necha yillar oldin qilishim kerakligini aytishgan edi, lekin qilmagan edim. Baribir shu operatsiyani qilar ekanman. Oldinroq qildirgan bo'lganimda turmush o'rtog'im bilan munosabatim bu qadar yomonlashib ketmagan bo'lardi degan gaplarni aytdilar. Xuddi shunaqa narsa. Bu holat o'zidan o'zi yaxshi bo'lib qolmaydi va yildan yilga, tug'ruqdan tug'ruqqa bu holat yomonlashib boradi. Shuning uchun ham vaqtida, ya'ni sizni hozirda jinsiy hayotingiz bor, unga ham sifat berishingiz kerak-da. Mana shu vaqtda, kerakli vaqtda qildirganingiz, qancha erta qildirsangiz, tug'ruqlar amalga oshib bo'lgan bo'lsa yoki siz keyingi tug'ruqni operativ tug'ruq bilan tug'ishga rozi bo'lsangiz, qancha vaqtli bu operatsiyani qildirsangiz, shuncha yaxshi bo'ladi. Chunki bu operatsiyaning natijasi sizga bir umrga qoladi. Shuning uchun ham hoziroq mana shu video ostidagi ssilka orqali kirib, o'z ma'lumotlaringizni qoldiring. Shu ssilkada o'z ma'lumotlarini qoldirgan birinchi 100 kishiga maxsus bonus beraman. Shuning uchun ham mana shu ssilkani to'ldirishga ulguring, chunki bu ssilka doimiy qolmaydi bu yerda. Bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Hammangizni yaxshi ko'raman. Qo'limdan kelgancha sizga foydali tavsiyalarni berib borishga harakat qilaman. Instagram sahifamni kuzatib boring. Sizlarni yaxshi ko'raman.